xohlagan razmerda, diametrda lezva ochib beramiz. Bunga shunday pressni tashlaysiz, ustiga tashlaysiz, ikki tomondan qo'ylar kelib oladi. Mana ichida yomg'ir bo'lgan, yomg'irda suv turibdi mana. Oqshom javob beradi. Bitta narsani aytib qo'yay aziz aka-ukalar, balkim buni magazinchi akalarimiz ham kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Sizga 1 ta kerakmi, 10 ta kerakmi, 100 ta kerakmi, 1000 ta kerakmi? WhatsAppda alo desiz, tayyorlab. Assalomu alaykum. Qo'ligul ustalardan deb nashaynaga bemalol hozirgi paytda aytsa bo'ladi. Kamida jigarlar mana shu shartuzga isbotlab qo'ydi. Boshqa taraflarga ham ko'p bardingiz. Shartuzdan tashqari eng ko'p o'zingizni chizaringizdan apargani qaysi biri bo'ldi endi? Laqay aynalar 70% mahsulotimda shaqa tortyapti o'sha. Tortyaptimi? Eshbek, Qumsangir, mana Qo'rg'on, shu tarafga zakazlarim ko'p, juda ko'p. Asnoviy bunday naves, podvallarga bunday rilsavoy. Demak, endi gapirgandan ko'ra deyman-da, bir ko'rsatgan yaxshi-da. Mana bu nima desangizlar, bu bir marta esingizdami kelib haligi tayyorlagan dushovoy kabina tayyorlagan edingiz. Ne только dush ichida yashasa bo'ladigan. Mana oxirgi jaratgan narsalardan bundan Rossiyada ko'p ko'rganmiz, bundan to'yib olib ketganmiz. Lekin shu yerdan foyda qildi. Mana qaranglar, shinamg'ana joy. Mana suvlar постоянно ishlaydi, mana. Bu vaqt so'z niyatimiz yo'q. Mana shu vagonlarda narxlari ichida sizlarga qanday dizayn, qanday bo'lish kerak, hajmi qanday bo'lish kerak, narxi 10 ming so'mdan boshlanadi, ta 70 ming so'mgacha uy ham yasab beradi sizlarga. Raqamingizni aytib o'tsangiz deyman. 555 04 04 04. Osong'ana raqam ekanda, yana bir marta aytamiz. 555 04 04 04 ekan. Mana shu raqamga murojaat qilasizlar, mana shu ekranlaringizda ko'rsatilayotgan hamma narsalar mana shu insonlarning xizmatiga tegishli-da. Buni adashmasam shaurmaxona dedingiz, ha? Bu shaurmaxona mana zamonaviy yevropeyskiy stilda. Bu ko'p baland yonboshdan qaraganda bu trezasi mana ikki tomon ochiladi bu. Bu yerda shaverma bo'lsa, u yerda podacha joyi. Orqa tomonda eshigini. Endi zakaz shunday dizayn. Klientlar qayerdan keladi? Bu tomondan keladimi? Klientlar bu tarafdan keladi. Ularga hammasiga polkalar qo'yday tayyor bo'ladi. Bu ko'tariladi, albatta. Ko'tariladi. Mana yerda klientlar uchun spesial polkacha tayyor bo'ladi bu. Ishlab aytaman, baland. Bemalol chiqib keladi. Mana tagida kozirok bor. Yomg'ir tagida ham klientlar xo'l bo'lmay joyida turadi. Shu o'rinda men klientlarga yaxshilab tushuntirayin. Agarda sizlarga mana bunday shaurmaxona, rossiyskiy vagon yoki bo'lsam shu vagon shaklidagi kak uyga o'xshaydigan narsa, endi pullaringizga qarabda endi normal pulni bersa, masalan, mana shu temirdan kerak bo'lsa uy yasab beradi. Tip haligisimi? Qishga ham chidamli, yozga ham chidamli qilib, hozir hamma narsaning bunday qanda iloji bor. Xohlasangizlar, mana shuni balon ham qo'yib beraman dedi. Shunda haligisimi sudrab, olib ketaversin xohlagan joyiga dedi-da. Bu yerda bo'lsa energiya qo'yadi. To'g'ri, xuddi shunday. Mashinga qo'shiladigan qilib beraman dedi. Tak что, bunday qanda hamma narsada hunari bor. Sizlar mana shu ekranda raqamga murojaat qilasizlar. Nima hunarlaring bor deysizlar, WhatsAppdan sizga shuni taylaydi. Biz shunday narsa sizga qaysi biri kerak? Tovuq katay bu. Buni siznikimi? Endi shuni bir ta'riflab bering. Buni ta'riflashga til ojiz deydi-ku. Bu uzuni 3 metr, ikki xonadan iborat. Mana bu yerda don beradigan joyi bor, spesialni. Shuni ko'tarasiz, donni berasiz. O'rtasida pergorotkasi bor. Bu yerda eshigi bor. Kel kamera yaxshilab ko'rsatamiz, ha. Bu yerda eshigi bor. Ishlarini men oling. Setga 100% talabotga javob beradi. It keladimi, tulki keladimi, pishak keladimi? Buni titib, yirtib ketish iloji imkoni yo'q. Baqot to'q zakaz bilan kelyapti. Bu bozorlarda yo'q deyarli bu setkadan. Keling, shu setkani ham shu prosta nima degan demasin-da. Buni qarangizlar, qalingani ekan-da. Mahkam ekan. Demak, buni kirib nima qiladi endi to'basida? Ikki xonadan iborat, ichida joy qo'yganmiz, spesialni tovuqlar balandga chiqish uchun. Shu tovuqlar tuxum qo'yayotgan vaqtda hech kim bezovta qilmaslik uchun tovuqlarni. Mana bu yerda joy tayyorlaganmiz. Mana tuxumini shu yerga qo'yadi. Katta xonaga kirib, tovuqlarni qo'rqitib xalaqit bermaysiz. Xalaqit berish shart emas. Shunday kelasiz, akkuratni tuxumni olasiz, ketasiz, tamom. Bo'ldi. Tovuqlar o'zi shu narsaga moslashtirgan, o'zi oldindan ham bunday balandroq joy qilib qo'yishadi-ku. Tovuqlarga. Shunday ekanda, mana bular haligilar drabilka. Bu o'sha to'yib ketgan podpischilar hamma joyda drabilka, bizda ham xuddi shu narsa. Bilan bor, tak что. Bulan bor. Tez kunda Xudo xohlasa, вообще talabga javob beradigan narsalar chiqarishga harakat qilyapmiz. Bu примерно 1 oy 2 oydan. Bu karavot, buni ichida ham katta xonamiz tayyor bo'lyapti. Bukva G harfda zakaz bo'lgan 3 kvadrat. Bu yerda mayda cho'jami shular uchun, u tarafda tovuqlar uchun.
don qo'yadigan joyi, hammasi suv qo'yadigan joyi, hammasi qo'ydayi bo'ladi. Bu yerda zakaz man ishlaydi dedi-ku. Masalan, siz bilan bir uyingizni bir burchagida necha bo'lsa, shu hajmdagi sizga tovuq katak kerakmi, ili boshqa narsa kerakmi, shunga yarasha tayyorlab bersangiz, qalasangizlar mana bunday tayyorlab beradi. Qalasangizlar, ana shunday ham zakaz baribir bundayni variant berasiz odamga. Shunday zakaz nimani xohlasa, shu narsani tayyorlash iloji imkoni bor. Bu karavotlarimiz tagida baloni bor. Hovlida ayol kishilar ham xohlasa oftobga, xohlasa soyaga olib borib, olib kelib qo'yish iloji bor. Bu yerda oxirlarimiz bor. Mollar uchun oxirlari. Ha, bu yerda mollar uchun oxirlarimiz bor. Mana bunga shunday pressni tashlaysiz, ustiga tashlaysiz, ikki tomondan qo'ylar kelib oladi. Ha, tushunarli. Bu bir tomondan emas ekan, ha? Bu bir tomondan emas. Bu bir tomondan. Ustiga shunday pressni tashlaysiz, bu yerdan qo'ylar oladi. Isrofgarchilik maqsad yo'q. Ha, tushunarli. Endi men yaxshilab tushuntiraman. Qaranglar. Bu yerga pressni sop taylaysiz, bu yerga qo'ylar kallasi ketadi. O'nchamcha shoxdar algilar ham ketadi. Bu yerga olib jey beradi. Shunda ham tushib qolgani bu yerga keladi, ha? Bu yerga suv quyib qo'ysa, suv ichsa ham bo'ladi. Xuddi shunday. Ha, tushunarli. Suvni отдельно yonboshdan joy ham qilib beramiz xohlasa. Mana bunday satilga suvni qo'yadi, tamom, iste'mol qilaveradi. Neki buni o'ziga ham suv solsa, talabotga javob beradi. Suvni tortib ketmaydi. Mana ichida yomg'ir bo'lgan, yomg'irda suv turibdi mana. Oqshom javob beradi, turibdi ekan shu. Mangallarimiz tayyor bo'lyapti. Buni aylantirib parda qilib qo'ysa kerak, ha? O, bale. Bu dushka birov zakaz qilganda, bu mangal. Mana shunday ko'tarasiz. Mana bu ham syomnik. Полный syomnik. Buni ikki tane bir kishi zakaz qilgan birdan. Uyga olib bittasi uyga, bittasi choyxonaga. Ha, choyxonaga, ha? Choyxonaga bittasi uyga. Xohlagan dizaynda tayyorlash iloji imkoni bor. Lekin mana shu narsani lekin juda savob qilasizda. Nimaga deb so'ralganda, bizda hali men shundan olib ketmoqchiman. Bunday barqo uyga hovuzdan ham chiqarib beradi. Asosan shu. Shunday. Yana bitta narsa. Go'daqlar masalan ustidan olaman deydi-ku. Satilib tushib ketish mumkin go'daqlar xavfi bor-da. Bitta narsani aytib qo'yay aziz aka-ukalar, balkim buni magazinchi akalarimiz ham kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Sizga 1 ta kerakmi, 10 ta kerakmi, 100 ta kerakmi, 1000 ta kerakmi? WhatsAppda alo desiz, tayyorlab manzilga yetkazib beramiz. Kraskalab xohlagan dizaynda turbalariga keladigan bo'lsak, xohlagan razmerda aytsin, xohlagan razmerda tayyorlab yetkazib beramiz. Hammasi qoidaviy talabga javob beradi. Hammasi baquvvat temirdan tayyor bo'lgan. Bo'ldi. Demak, nechta kerak desa, tayyorlab yetkazib beramiz. Magazinchilar bilan kelishib ishlayib berasizlar. Bu xuddi shunday. Olib berasizlar, dastavka qilib beramiz. Optim olgandan keyin u sizga arzon tushadi. Masalan, bizdan optim olib, ustiga o'zini choy pulisini qo'yib, dona-dona sotish iloji bor. Bu yerda kataxonamiz tayyor bo'lyapti, xuddi shu ko'rganda. Buni faqat bu ayol kishilardagi gul qo'yadigan joy, bu ham zakaz bo'lgan. Polka, bu yerlarda ham polka, bu yerda polka bo'ladi. Hol manerlarga dizayn beriladi. Uspet qilganimiz yo'q hol bunga. Tayyorni rasmini qo'yib qo'yamiz. Inshaalloh. Bo'ldi, unda. Ustaxonangizda kelaman, apparatlaringizni ham ko'rsak, qayerda u? Bu ustaxona, bu yerda hozir tokkerni stanogimiz bor. Tinib qolgan lezvalar hammasini olamiz. Xohlagan razmerda, diametrda lezva ochib beramiz. Absolutno любой texnika. Motor chasma, ходовой chasma singanmi, ochish kerakmi, teshish kerakmi, o'yish kerakmi, hammasini nomerga murojaat qilasizlar. Ishni dardini shunday syomka qilib, WhatsAppga tashlaysizlar, men sizlarga narxini aytaman. Narxi to'g'ri kelsa kelasizlar. Shuni tayyorlab 100% qilib, talabotga 100% javob beradigan qilib, o'zim qulf kalit qilib beraman. Bizning adresimiz aziz aka-ukalar, Tojikiston, Nohiya shahri Tuz. Mana posti oldida zapravka bor, qizil zapravka. Shu yerdan shunday kirasiz. Bu yer Inom bozor, ya'ni mol bozor. Mana qal'aning orqasida mol bozor bor aziz aka-ukalar. Mana shu Inom bozor, mol bozor desa hamma biladi. Mana shu yerga bemalol kelaverasizlar. Endi bu yoqqa o'tamiz, asta. Ana endi kachilik. Bu polikarbonat birinchi sort. Issiqda salqin tortadi. Afta baribir ta'siri bor, kuydirmaymi? Kuydirmaydi. Kuydirmaydi. Ha, unday bo'lsa yaxshi ekan. Mana bunday kelib, buni nima ayvon deyman, nima deyapti? Qisqasi buni turli xil rangda, turli xil razmerda, turli xil narxda ham bo'lsa kerak, ha? Xuddi shunday. Mana. Yaqinda. Mana. Kimga qaysi sveti ma'qul, kimga qanday dizaynda, qanday svetda ma'qul tayyorlash iloji imkoni bor. Ekranlaringizda ko'rib tursak, kechasi janadiganlari ham bor, kolonkalar qo'yadigan joylari bor. Endi talabga ko'ra-da, shu qancha nima deydi, chiroyli bo'lib boraversa, shuncha qimmat bo'lib boraveradi. Bizga muhimi halinchik bo'lsa bo'ldi deydigan insonlar bo'lsa,
Qarasangizlar kirishasi jo'g'i ham bor, asl. Xuddi shunday. Arzon tushadi bunday qilib. Navisni tagiga qo'yadigan bo'lsa, bekirisha desa, bekirisha ham tayyorlab beramiz. Aha. Yana nima qoldi asosan? Ha, mana bu yerda darvoza bor. Kel. Iminda shu darvozani sizga rasmini tashlab qo'yaman. Bo'ldi. Ketyapti-mi? Jigarlar, qarangizlar, biz birim-ketin juda ko'p narsalar ko'rsatyapmiz. Hammasini bitta videoga olib chiqish, chunki ish ko'pda. Biz baricha ko'rsatyapmiz. Qisqasi, katta eshik, mayda eshik, любой xildan bor. Xohlagan dizaynda darvoza tayyorlash iloji imkoni bor. Mana hozir ekranga rasmini qo'yamiz. Xuddi shu dizaynda mana shu darvozamiz tayyor bo'lyapti. Ha, shu boshqachasi ham bor, qo'ndirib berish ham bor. Dizaynda tayyorlash iloji imkoni bor. Qo'ndirib berish ham bor. Olib borib o'zimiz dastavka qilib beramiz. Boramiz, razmerni olamiz, kelamiz ishxonada tayyorlab 100% qilib, olib borib ustanovka qilib beramiz. Ekranlaringizdagi raqamlarni saqlanib qilib qo'yingizlar. Sezonda обязательно kerak bo'ladi. Shartuz, temir usta deysizmi, o'zingizga nima topib olish oson bo'lsa yozib qo'yasiz. Master Shu payt kelganda hozirgi video davomidagi qaysi biri sizning ehtiyojingizga kerak bo'lsa, ana shundan zakasni berasiz. Uylaringizgacha xohlasangizlar o'zlaringiz aka-ukalaringiz kelib mana shu yerdan olib ketadi, savdosini qilib, har bir chiziga garantiyasi bor. Men birinchi marta kelib reklama qilayotgan yo'qman. Bu birinchi yil chiqargan yo'q, ikkinchi, uchinchi yil ketyapti shu xizmat bo'yicha. 1 yildan o'sha boshdan. Ha, butun shartuz bu narsani yaxshi his qilib qoldi. Ha, ishingizni omadini bersin. Biz videolaringizdan kesib qo'yamiz. Iloji baricha bu yaqin odamlarning vaqtini bekorga olmaslikka harakat qilamiz. Rahmat.